This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıqçılar. Anlayatqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıyatqan Erkin Asya Radyosu'nun 13 noyabr çarşamba günüdeki Uyg'urcha anlatışı. Bugünkü 1 saatlik Uyg'urcha anlatışının program riyasatçılık için Şadiye sizler için hizmette. Hürmetli radio anlıqçılar, programımızı bugün tövendikidek o'rinlashtirdik. Aldı bilan diqqatinglarga bugünkü dünya vaziyatiga dair siyosiy, ijtimoiy ma'lumotlar, shundaqli yana Uyg'urlar munosabatlik iqlim masalalari va qiziq nuqtalar haqidagi qisqa xabarlarni sunamiz. Vaqa va Mulay sayfisida o'z muxbirlarimiz, shundaqla ixtiyor muxbirlarimizning tayyorlashidagi tafsiliy xabar va xabar to'g'risida yurgizgan muloyiza analizlarini anglatdimiz. Aldı bilan o'z muxbirimiz Javlonning tayyorlashidagi qisqa xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Qadrli radio anlıqçılar, undaqda bugünkü radio programımızı yaxtırıp anlagaysizlar. Yaponiya parlamenti Avam palata a'zosi Arfiya Ari Yaponiyaning yangivatlik parlamentida tashqi ishlarga mas'ul muavin ministr bo'lib tayinlangan. Arfiya 13 noyabr o'zining X hisobida e'lon qilgan bu uchurda shu kuni Yaponiya parlamentining tashqi ishlarga mas'ul muavin ministr bo'lib tayinlanganligini e'lon qilgan. Bu uchurda Yaponiya bosh vazir mahkamasi e'lon qilgan uchur ilova qilingan bo'lib, uningda yangi bosh vazir Shigoro Ishivaning Yaponiya ishki kabinet yig'inida qaror qilingan ikkinchi navbatlik hukumat ministrlarining kollektiv surati e'lon qilingan. Arfiya eri bu uchurni e'lon qilgandan keyin chet eldagi ko'plagan Uyg'urlar uni qizg'in tabriklab, xalqaro sahnalarda Uyg'urlarning texnik kuchlik ovozi bo'lishga rag'batlantirgan. 2023 yil 4-oyda Yaponiya parlamenti Avam palata a'zosi bo'lib saylangan Arfiya 2024 yil 10-oyning 27 kuni o'tkazilgan parlament saylamida qayta saylangan edi. U xalqaro sahnalarda elib borgan siyosiy faoliyatlari, Yaponiya parlamenti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida Uyg'urlarni qo'llash salmoqini oshirish jihatida ko'rsatgan tuhfalar bilan tanilgan yosh siyosatchi bo'lib qolgan. U yana 2023 yil 29 oktyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda o'tkazilgan xalqaro Uyg'ur munbiri Dunyo parlamentlar kengashi yig'inining muvaffaqiyatli o'tkazilishiga alohida hissa qo'shgan hamda chet eldagi Uyg'urlarga kuchli ilhom bergan edi. 12 noyabr kuni kechda Amerika Davlat Majlisi binosida 2 qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Amerika Uyg'ur jamiyati tashkillagan bu faoliyatga Amerika Davlat Majlisi a'zosi, Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim, Amerika Davlat Majlisi Avam palata a'zosi Tam So'zi qatorliq muhim arboblar qatnashib so'z qildi. Jumhuriyatchilardan bo'lgan Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio bilan Avam palata a'zosi Chris Smith safar ustida bo'lib qilib, bu faoliyatga qatnasholmagan bo'lsa-mu, ammo mazkur faoliyatga atab maxsus tabrik so'zi yo'lladi. Bu faoliyatga yana Amerikada yashayotgan Uyg'ur da'vosi uchun xizmat qilayotgan faoliyatchilar hamda bir qism Uyg'ur jamoati qatnashdi. Faoliyat boshlanishi bilan Amerikaning davlat marshi va Sharq Turkiston Jumhuriyatining davlat marshi o'rindaldi. Amerika va Sharq Turkiston Jumhuriyatining davlat marshi yangraganda bu yig'inga ishtirok qilgan Amerika Davlat Majlisi a'zolari va boshqa muhim shaxslar Uyg'urlar bilan birlikda o'rinlaridan turishib, hurmat bilan sukut turdi. Orqadan Amerika Davlat Majlisi a'zosi, Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim bilan Tam So'zi
sözgə çıxıb, Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurulğanlığının tarixi əhmiyyəti və onun bugünkü Uyğurlarga berdigan ilham və cəsarətini tilgə aldı. Ular Amerikanın hər vaqt Uyğurlarning yanında turdiganligini bildirdi. Nancy Pelosi xanım sözüdə yillardan beri Xitoyning irqiy qirg'inchilik zulmiga uchrab kelayotgan Uyğurlarning ahvoliga alayda ko'ngil bo'ldiganligini bildirdi. Uning eskartishicha, u 2019-yil Prezident Trump birinchi qitim vazifa o'tayotgan mezgilda Yaponiyada ichildigan G20 davlat boshliqlari yig'iniga berishidan avval uningga telefon qilib, Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda cho'qim Uyg'urlar masalasini tilga ilishni topilgan. Donald Trump buningga ma'qullik bildirgan hamda Xi Jinping bilan ko'rishganda uningdan Uyg'urlarni nimishqa lagerlarga solab qabih muomala qildiganligini so'ragan. Xi Jinping Uyg'urlarning buningga rozi va xushal ekanligini aytgan. Prezident Donald Trump Yaponiyadan qaytib kelgandan keyin bularni Nancy Pelosi xonimga aynan yetkizgan. Nancy Pelosi xonim yetkizgan bu uchur Xitoyning yaqin yillardan beri Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatlarni yoshirib, lagerlarni tarbiyalash markazi, majburiy emgakni, ishsizlarni ishga o'rinlashtirish deb pardozlab kelayotganligi hamda Uyg'urlarni baxtli yashayotgan kishilar qilib ko'rsatish tashviqoti bilan mos kelmoqda. Prezident Donald Trumpning birinchi qitimliq vazifasi oyoqlash oldida Amerika hukumati Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atagan bo'lib, Bayden hukumati mazgildimi Amerika siyosatchilari mayli qaysi partiyadan bo'lsin bu qarorni qo'llab keldi. 12 noyabr o'tkazilgan bu xotirlash faoliyatlaridami har ikki partiyadan bo'lgan davlat majlisi a'zolari Uyg'urlarning mustaqillik irodasini namoyon qilgan ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirladi. Hamda Amerikaning har doim Uyg'urlarning yanida turib, ularning demokratiya, erkinlik uchun kurash qilishiga yordam berdiganligini ifodaladi. Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping 11 oyning 17 kunidan 21 kunigacha Peruda o'tkaziladigan Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashadigan bo'lib, Amerika prezidenti Jo Bayden bilan ko'rishadi ekan. Fransiya agentligining 13 noyabr bergan xabarda aytilishicha, bu yig'inning istiqbolini bek yaxshi degili bo'lmaydi ekan. Chunki Amerikaning qayta saylangan prezidenti Donald Trump Xitoydan 60% bosh oladiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu sababdan Amerika bilan Xitoy orasida savdo jangi boshlanishi mumkin ekan. Bu jiddiy vaziyat Xitoyning emas, Osiyo davlatlarini ham andishiga solmoqda ekan. Dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy uzundan buyon uy-mulk krizisi bilan bo'g'ishayotgan bo'lib, prezident Donald Trumpning qayta saylanishi bilan bu krizis texmo ig'irlashishi mumkin ekan. Xi Jinping bu qatim Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Xitoy iqtisodini qutqizishning yo'llarini izlashi mumkin ekan. Bu yig'indan keyin u Braziliyani ziyorat qiladigan bo'lib, Latin Amerikasi davlatlariga mablag' selish va ular bilan hamkorlashishni kuchaytirishni planlagan. Xabarda deyilishicha, Xitoy izchil turda Latin Amerikasi davlatlarini bir balvoq bir yo'l qurilishiga kirishga qiziqtirayotgan bo'lib, Braziliya bilan qilgan savdosi 180 milliard dollarga, Peru bilan qilgan savdosi 36 milliard dollarga yetgan. Xi Jinping ular bilan texnik ko'p savdo kelishimi tuzib, Xitoyning xalqaro ta'sirini kengaytmoqchi, eng muhimi Amerika boshlamoqchi bo'lgan savdo jangiga tayyorlik qilmoqchi ekan. Amerika istixborot bosh nazorati ishxonasi yaqinda Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi irqiy qirg'inchilik va yig'ilib tarbiyalash markazlari nomli bir doklad e'lon qilgan. Amerika istixborot bosh nazorati ishxonasi tor betida e'lon qilingan bu dokladda Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqi va madaniyatiga qilgan ig'ir hujumi va zo'ravonligi, Uyg'ur elidagi turma, qamoqxonalar, lagerlardagi faoliyatlar, buningga ta'minlangan iqtisod majburiy emgakdan foydalanayotgan hukumat va shirkat o'rinlari haqida ma'lumot berilgan. Dokladning Uyg'urlarga yurgizilgan irqiy qirg'inchilik haqidagi qismida Xitoyning 2014-yildan boshlab Uyg'ur musulmonlaridagi atalmish diniy asabiylikni yo'qotish bahonasida terrorlikqa qattiq zarba berish harakatini boshlaganligi, buningga aslida Xitoyning 1950-yillarda boshlagan milliy assimilyatsiya, madaniyat qirg'inchilik harakatining asos bo'lganligi ko'rsatilgan.
ekan. Dokladda mundaq deyilgan: tutqun qilinğıçılar, ziyankeşlik uçurğıçılarning guvohligi va hukumatsiz tashkilotlarning doklatiga asoslanganda uzluksiz davomlashgan bu harakat kishilarni keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgakka selish, Uyg'urlarning diniy faoliyatlarini cheklash, mengsini yuyish, qiyin qistoqqa ilish, jinsiy xo'rlash, majburiy tug'mas qilish, majburiy homila tushirish, oilalarni parchalash, vayron qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy hukumati bu siyosatlarni kuchlik ta'qib nazorat sistemasi orqali ijro qilgan bo'lib, ular yuz tonish texnikasi, biometrik texnikasi va GPS texnikasi orqali Uyg'urlarning barliq harakatlarini ta'qib ostiga olgan. Dokladning yig'ib tarbiyalash markazlari qismida Xitoyning 2014-yil boshlagan zarba berish harakatining 2017-yilga kelganda biroqla yuqori pallaga ko'tarilganligi, xohlagancha tutilgan, sotlanmayli kesilgan Uyg'urlarning hassilab ko'payganligi, ularning asosan yig'ilish lagerlariga va turmalarga solanganligi, bir qismining ishkiri Xitoydagi zavodlarga emgak kuch qilib yo'tkalganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Dokladda mundaq deyilgan: 2019-yildan buyon Xitoy hukumati Xinjiangdagi qonunsiz qamash qilmishlarini yoshirishga urindi. Buning bilan bir qism Uyg'ur va boshqa millat mahkumlari rasmiy qamoqxonalarga, ya'ni turmalarga solandi. Ularni majburiy emgak silish balkim turma sirtida ijro qilingan bo'lishi mumkin. 2019-yil oshkorlangan suratlarni kuzatganda Xinjiangdagi bir qism yig'ilish lagerlarining aziyib, turmalarning ko'payganligi ma'lum bo'ldi. Amerika istixborot bosh nazorati ishxonasi istixborot uchurlarini to'plab, Amerika istixboroti uchun ishki vaziyatni ko'rish imkoniyati ta'minlaydigan o'rin bo'lib, har yil Amerikaning davlat ichi va xalqarodagi muhim masalalarga oid doklad e'lon qilib turdi ekan. Xitoyning Janubiy dengizdagi kengaymichidagi Tinch okeandagi orol davlatlarini bearam qilishga boshlagan. Palau prezidenti Sorangil Vepes Tinch okeandagi orol davlati bo'lgan Palau Jumhuriyatining prezidenti bo'lib qayta saylangandan keyin Xitoyni qattiq ayblagan. Al Jazeera kanalining 13 noyabr e'lon qilgan xabardan ma'lum bo'lishicha, Palau prezidenti Sorangil Vepes Xitoyning Filippin qatorliq davlatlardami o'tib, o'z tavallikiga kirayotganligini ayblab, Xitoyning tekshirish kemalari dengiz tavallikimizga to'xtamay kiryotdi. Ular bizning egalik huquqimiz va chegaraimizga hurmat qilmay keldi degan. Uning bildirishicha, Xitoy doiralari Palauga tava dengiz ostidagi ichki tog' tizimasiga Xitoycha nom bergan bo'lib, bu amaliyotda oshkor ig'vogarchilik hisoblandi ekan. Xabarda deyilishicha, Sorangil Vepes ilgari Amerika armiyasining bu orolda turishini mudofaa uchun foydali deb qaragan hamda xavfsizlik jihatdan Amerika bilan hamkorlashib kelgan. Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi harbiy manevri ko'paygandan keyin Amerika armiyasi bu orolda yiroqdan sezadigan radar punkti qurgan. Palau Jumhuriyati Tayvanning mustaqilligini e'tirof qiladigan bir qancha davlatning biri bo'lib, shu sababdan Xitoy bu davlatni sayohatchilar bormaydigan qor tizimiga kirgizib, uning sayohatchilik kirimini ozaytib etgan. Holbuki Palauning qayta saylangan prezidenti Sorangil Vepes bu qatim Xitoyga keskin inkas qaytarib qattiq ayblagan. Hürmetli radio anlıqçılar, diqqətinizdə Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya radiosunun 1 saatlik Uyğurca anlatışı. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Şadiye. Tövəndə vaqe və mülahiz səhifəsi boyunca anlatışımızı başlayımız. Mazkur sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyor muxbirlarimiz navbatdagi Uyg'urlar vaziyati, shundaqla dunyo axborot vositalarida Uyg'urlarga oid masalalar tema qilingan muhim xabar va uchurlar to'g'risida yangi ma'lumotlardan sizlarni xabardor qiladi. Hürmetli radio anlıqçılar, qenamsa diqqətinizlə növbətdəki proqram məzmununda bolğay.
sobiq prezident Donald Trump Amerikaning 47-chi navbatlik prezidentligiga saylanib chiqqandan keyin o'z kabinetini tashkillashni boshlab o'tgan. 12 noyabr dushanba kuni Donald Trumpning Uyg'urlar masalasini yaqindan biladigan Avam palata a'zosi Michael Waltz apandini o'zining davlat xavfsizlik maslahatchisi qilib tayinlaganligi oydinlashdi. Tövəndə bu vaqtdagi tafsiliy xabarni o'z muxbirimiz Iradan anglaysizlar. Amerikaning 47-ci navbatlik prezident bo'lib saylangan Donald Trump 2 oydan keyin, ya'ni 2025-yili 1-oyning 20 kuni qasam berib, vazifa topshirib oladi. Uning hozir o'zining yangi hukumat kabinetini tashkillash bilan aldirash bo'layotganligi xabar qilinmoqda. Hozirgacha Donald Trump tarafidan vazifaga qo'yilgan kishilardan biri Cumhuriyetçi Avam palata a'zosi Michael Waltz va Kengash palata a'zosi Marco Rubio apandilar bo'lib, Uyg'ur masalasini yaqindan biladigan bu kishilarning kabinetga ilinishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Mike Waltz apandi Trump hukumatining davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lib tanlangan. Xitoy Kompartiyasiga qarshi keskin pozitsiyasi bilan bilinadigan Mike Waltz Uyg'urlarning masalasi bilan yaqindan tonish. U Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni ochiq-oshkora ayblab kelgan bir siyosatchi. Shundaqla u 2024-yili 4-oyda Amerika Davlat Majlisida qurilgan Uyg'ur guruhining a'zosi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ro'shan Abbos xonim Mike Waltzdan iborat Uyg'ur masalasiga pishiq bo'lgan bir shaxsning Amerika prezidentining davlat xavfsizlik maslahatchisi bo'lib vazifa o'tishining Uyg'urlar uchun intayin ahamiyatli ekanligini bildirdi. Mike Waltz efendim Uyghur meselesini xeyli obdallam düşündüğün bulupmu yakınki 4 yıldan beri naiti Uyghur meselesi köngül böp kelgen hem de Xitayni en çok tehdit dep qaraydigan bir şahs sözü. Onun Aksarayda bundaq bir muhim vazifege qo'yilishi albatta Uyg'urlar uchun naiti foydali deb qarayman. Bu kishi oldimizdagi kunlarda balkim biz Uyg'urlar uchun qabul qilinadigan qaror va qonunlarda naiti ijobiy rol o'ynaydi deb tushunaman. Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning ma'qullanishida aktiv rol olgan Mike Waltz apandi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini har fursatda ochiq-oshkora ayblagan edi. U 2022-yili 12-oydagi qishliq olimpik musobaqasining Xitoyda o'tkazilishiga qarshi chiqib, bu olimpik musobaqasini boykot qilish haqida Amerika Davlat Majlisida bir qarornomani tonishtirgan edi. Mike Waltz apandi ayni chog'da Fox televiziyasida Xitoyning qishliq olimpik musobaqasini boykot qilib so'z qilgan. Well, the Chinese Communist Party has over 1 million Muslim Uyghurs with their heads shaved, loaded into rail cars. Xitoy Kommunist hukumati 1 milliondan ortiq Uyg'urni qo'lini bog'lab, chechini tushirib, jazo lagerlariga solayapti. Ayollarni ayirib ularni tug'mas qilib, andin emgak lagerlariga solamoqda. Bu yerda bu ayollar jinsiy parakandichilik uchrayapti. Ularning majburiy emgakidan Amerikaliklarga tonishlik bo'lgan nurg'un shirkatlar va markalar foydalanmoqda. Mana endi bu markalar Beijing Olimpiyaga mablag' solg'uvchi bo'lyapti. Our athletes shouldn't be there at all. Mike Waltz apandi so'z davomida yana mundaq degan. To the world of what's going on, that these companies and everybody participating are complicit. Bu shirkatlar va tanarkatchilar u yerga bormaslik kerak. Ham Trump hukumati, ham Biden hukumati bu zulmni davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik deb ataydi. Bu xuddi 1940-yillarda irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullangan natsistlar Germaniyasida olimpik o'tkazilganiga o'xshashli bir ish. Bu to'limi jirginishlik, biz bu shirkatlarni qattiq ayblaymiz. Bu yil 50 yoshga kirgan Mike Waltz apandi Amerika armiyasi alayda qismining sobiq askari bo'lib, u Afg'oniston va Iroqda vazifa o'tagan. Shundaqla qahramonlik medali olgan. U harbiylikdan chekingandan keyin Amerika Davlat mudofaa ministrligida xizmat qilgan. Mike Waltz 2018-yili Avam palata a'zosi bo'lib saylanib, Davlat majlisiga kirgan. 12 noyabr kuni chiqqan xabarlarda yana Donald Trumpning yangi hukumatining tashqi ishlar ministrligiga Kengash palata a'zosi Marco Rubioni belgilaydiganligi ilgari surilgan edi. 13 noyabr kuni oqshom soatlarida bu xabarning to'g'riligi Donald Trump tarafidan dalillandi. U Marco Rubioni yangi navbatlik hukumatining tashqi ishlar ministrligiga ko'rsatganligini rasmiy jakarladi. Bir qism siyosatchilar va siyosiy kuzatuvchilar bo'lsa Marco Rubioga tabriklarni bildirishga boshladi. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Amerikadagi ko'zga ko'ringan siyosatchilarning biri bo'lib, u o'zining Xitoy Kompartiyasiga taqobil turishdagi, shundaqla O'rta Sharq masalalaridagi kaskin maydoni bilan tonilgan.
Kubaning diktator kommunist hokimiyatidan qochib, Amerikaga yerlashgan bir oilaning farzandi bo'lgan Marko Rubio Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qaratayotgan vahshiyliklarning eng kuchli ayblaguvchisi bo'lib qolgan edi. U bu vahshiyliklarning Amerikada irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilishida hamda Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning e'lon qilinib, Xitoy muassasalariga jazo tadbiri qo'yishda hal qilg'uch rol o'ynadi. Xitoy hukumati bu sababdan 2020 yili o'chilish xarakterli jazo tadbiri e'lon qilib, Kengash palata a'zosi Marko Rubioni o'z ichiga olgan jami 11 nafar amerikalik siyosatchini qora tizimlikka olgan. Shundaqla ularning Xitoyga kirishini cheklaganligini e'lon qilgan edi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonim bu qarorni qarshi olib, buning Uyg'urlar uchun xo'shallanarli voqea bo'lganligini aytdi. Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubioning qurilgan hukumatning tashqi ishlar ministerligiga tanlanganligi xabarini anglab, men buni xush bo'ldim. Chunki o'tgan 5-6 yilning mobaynida senator Rubio Uyg'urlarning dardlarini, uchrayotgan zulmlarini o'z qo'li bilan anglagan va buning uchun bizning yenimizda turgan, bizni qo'llab da'voyimiz uchun ko'p kuch chiqargan palata a'zolarining birisi bo'lib, majburiy emgakning oldini olish qonunining o'tishi uchun alayda kuch chiqargan bir senator. Marko Rubio Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining loyihalaguvchisining biri bo'lib, u bu qonunni tunji qatim 2020 yil tonishtirgan. Bu qonun loyihasi 2021 yili ma'qullanib, 2022 yili 6 oydan boshlab rasmiy qonun sifatida ijro qilinishga boshlagan. Shundan buyon bu qonun Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishi hamda Uyg'ur majburiy emgaki bilan shug'ullanayotgan shirkatlarning Amerikada jazo tizimligiga ilinishidagi eng unumli qurol bo'lib qoldi. Marko Rubio apandiyani Amerika Davlat Majlisida tanishtirilgan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi, Uyg'ur kishilik huquqiga munosabatli jazolarni tashirish qonuni, Uyg'ur qirg'inchiligining javobgarligi va jazo qonuni qatorliqlarning tanishtiruvchilarining biri hamda qo'llovchisidir. U Xitoy hukumati va armiyasi bilan bog'linishligi bo'lgan Huawei qatorli Xitoy shirkatlarining Amerikada cheklanishi, Amerika hukumat organlarining bu shirkatlar bilan to'xtamlashmasligi, Amerikaning sazgor texnikalarining Xitoyga setilmasligiga doir siyosatlarining belgilanishida aktiv rol o'ynagan. Marko Rubioning Uyg'urlarga munosabatli harakatlari buning bilan tugamaydi. U bu yilning beshida Amerika Tamojna va chegara mudofaa idorasiga xat yozib, Xitoyning Shein va Timu qatorliq torbatlarini Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha cheklashni talab qilgan. U shundaqla yana yaqinda BDT kishilik huquq oliy komissarligining alayda dokladchisi Ali Nadoxonning Xitoy hukumatining tashviqotiga moslashib, Uyg'ur majburiy emgakini inkor qilish mazmun qilingan doklati e'lon qilingandan keyin darhol Amerikaning bu organga beradigan yordam mablag'ini to'xtatish va Ali Nadoxonning vazifasini bekor qilish talabini o'tirg'a qo'ygan edi. Marko Rubio apandiyani Xitoy Kompartiyasining ta'sirini cheklash harakatining xalqaralashishga bevosita yetakchilik qilgan bo'lib, Xitoy masalasidagi xalqaro parlamentlar birlashmasi deb atalgan birlikmi dal Marko Rubio apandining tashabbusi bilan qurilgan. U bu birlikning 2022 yili Amerika Davlat Majlisida ochilgan tunji navbatlik yig'iniga o'zi bevosita riyosatchilik qilgan. Alfidar Iltabir xonim Marko Rubioning Xitoyni intayin yaxshi tushunadigan va maydoni intayin aniq bo'lgan bir siyosatchi ekanligini ta'kidlab, uning bu vazifaga haqiqatanmi mos keladiganligini bildirdi. Marko Rubio Xitoyni nihoyatda yaxshi tushunadigan va maydoni aniq palata a'zolarining birisi. Bu Trump hukumatining Xitoyga nihoyatda qattiq qo'l siyosat yurgizadiganligining bir bishoratini berdi. Bizning da'voyimiz tarafsiz bir da'vo, ham demokratchilar tarafdan, ham jumhuriyatchilar tarafdan qo'llanib kelayotgan o'ttirda bir da'vo. Shunda bo'lsa-mu, Marko Rubioga o'xshash Xitoy hukumatini nihoyatda yaxshi tushunadigan, yosh, qobiliyatlik bir palata a'zosining bu tashqi ishlar ministerligi vazifasiga atilishi biz uchun umid beradigan bir xabar, ham shundoq bo'lishiga tilakdoshmiz. Marko Rubio 2006 yildan 2008 yilgacha Florida shtatidan Avam palata a'zosi bo'lgan. 2011 yildan boshlab Kengash palata a'zosi bo'lib vazifa o'tamoqda. U 2016 yillik prezidentlik saylim oldida Cumhuriyetçi partiyaning prezidentlik nomzodligini tanlashib, Donald Trumpning raqibi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Trump saylangandan keyin uni izchil qo'llab kelgan. ABC qatorliq axborot vositalari Mike Waltz va Marko Rubio qatorliq kishilarning yangi hukumat kabinetida muhim vazifa elishining Donald Trumpning yangi hukumatining siyosiy kun tartibining muhim nuqtasini yo'ritib berdiganligini, jumladan uning Xitoyga taqobil turishni muhim o'ringa qo'ydiganligini ko'rsatib berdiganligini bildirishmoqda.
Hürmetli radio anlıqçılar, bu programını irada tayarladı. Өткен hafta Xitoycha ijtimoiy taratqularda bir qism Xitoy cho'lponlarining Uyg'ur eliga ko'chib chiqib yerlashayotganligi, bu yerda uylarning to'limi arzon ekanligi va bog' varalliq oilasi borligi tashviq qilingan. Xabarda yaqinda yerlashgan bir Xitoy oilaning yosadaq 2 xonalik uyi ko'rsatilgan. Bu tashviqot haqidagi aniqlashlarimiz davomida Yerkan bozor ichida dehqonlarning 500 mo yerining Shanxaylik bir shirkatga bekorning o'rnida berib etilganligi oshkorlandi. Tuvanda o'z muxbirimiz Shuhrat O'shirning bu vaqt tayyorlagan programmasi diqqatinglarda bo'ladi. İctimai taratqulardagi mazkur silliq uchurda oldi bilan Uyg'ur elidagi ma'lum bir bag'voralliq o'yla ko'rsatilgan. 在新店就有一个家，2室1厅，还有独立的大院子。 Arkadan bu hoyliga joylashgan bir ko'rkam bino va uning ichidagi yasadaq 2 xonalik uy ko'rsatilgan. 瓜果蔬菜1年4季吃不完，还可以养鸡养鹅。 Uyg'urlar ko'chman chaqirish mohiyatidagi bu e'londa yaqinda ko'chib chiqqan bir Xitoy ayol tanishtirilgan. 随便买了2年了，我想参观一下你这里。随便。 Tanıştırıştı bularning bu joyda go'yo 10 yildan beri yashayotgandek saramjonlik ekanligi tilga ilingan. 有2间这么大的卧室，还有1间主人房，然后那里面是洗手间。 Biz yuqori uchurda ko'rsatilgan uy va bog'larning asli egalarining kimligini oydinlashtirish uchun Yakan naisiga telefon qildik. O'zini oshkorlashni xohlamagan aholilardan biri yaqinqi yillarda ko'pincha oilalarda oilaning qo'lliq a'zolari turma va lagerlarda bo'lg'ashqa bir qism terilgan yerlar, hatto bir qism qoro joylar tashlanib qolgan. Natijada yerlik doiralar bu yerlarni setishga chiqarib, bir tarafdan o'zining cho'ntigini to'ldirsa, yana bir tarafdan Xitoy shirkatlariga cho'ng manfaatlarni yetkazib, o'zlarining Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatini ifodalagan. Bu aholining misol sifatida bayon qilishicha, yaqin 3 oydan beri Yakannoya bozorchi tavallikidagi 500 mo terilgan yerdagi bir qism ziroatlar ag'dirilishga, bu terilgan yer atrofidagi qoro joy, qo'ton va qo'riqtomlar chiqilishga boshlagan. Doiralar bu yer va mulklarning hisobiga dehqonlarga noit oz miqdorda to'lam pul tarqatishga boshlagan. Mutlaq ko'p sondagi aholilar tarbiyalashga ilib ketilishdan qo'rqib, bu ijroatga qarshi hech qanday o'yin chiqarmagan. Az sondagi bir qism kishilar to'lam pulning ozligi va o'zlariga yangi ko'rsatilgan qorojoy o'rinlarining qolaysizliklari haqida bozor va kanat kadrlariga noroziliklarini bayon qilgan. Oqibatda ikki taraf orasida gap talashish yuz bergan. Bu chog'da kanat kadrlari saqchi chaqirmoqchi bo'lganda dehqonlar pastgo'yga tushgan va uylariga qaytgan. Mazkur voqea yuz bergan kanatdan telefonimizni qabul qilgan bir amonlik mudiri bu qitimqi yer setishning odil bo'lganligi va qonun tartiblar bo'yicha ilib berilganligini ilgari surdi. Pullarda hükümet. Zaten aksızlar çıkıyordu. Anda kamcı setimiz sayılan pahalısak kalmışan çıkıyordu. Acaba sözlerini yine kodrayım deyip konuşuyordu. Neden biliriz onu? Şehir, 2 yıl boyu şehir olap olup tekrar bazı. Şanghay'ın gelen kırındayken şehrin güllendiğinde bir şey Şanghay'dakileri aldık o. Şanghay'dakileri aldı. Aşılığını ziyadeleştirgili koptu bula. Pulları belli vardı. Şu Şanghay'dan kelganligi satqay yer alanlikka ko'lami qanchalik chiqdi? Qanchami? 600 mo ma'lumot yetkazgan. 500 mo keldi. Bu müdür yana o'zining bu jarayonda dehqonlar ichidagi shikoyatchilarning ig'izini to'qlash uchun aloqador qonun belgilamalarini shu cheqilayotgan qo'riqdan va qo'ru joylarga bir-birlab chaplab chiqqanligini tilga oldi. Ben qonunni hamma tomga chaplayaptim. Ya'ni xat yozib shu xatni tomlig'i chapildingizmi?
devlet kanunu çaplaşım dedim maksat. Bunda kanunu çıkılayla diyen gap. Bakımızda bizi çelmese ıhtilat olup zakatçısı kimler olur. Son kanunu çaplap koyun. Okula. Muşunu yezip kimge anlatmakçı bir yerde şu Şimdi çıkışa bağlan diyken tam bak kögen diyken şunurda bu kanunda nimde bakken. Eğer ya cidden ben neşet kılaya kapıyı bizden. Muşning olsa şam özleri yaxşı başkuranmagan, taşlanıp koygan, setvetilgen yani başka yerler var mı? Başka yerler mi var? Kollektif ayıpınca, içtimai pınca, cemaat pınca diyen nime? Cemaat pınca diyen koşa bölük kelyen için zuğan ver. Ben deptirmem bunu. Bir şiş yerliyim bunu ben. Undaq baş düğünde çıkıvatkan, ima Şinjan'da öylanlar, Şinjan'da öy azan delivatka ilanlamış şu. Muşna yerler sırrına öylemi? Yak Muşna yerden kapkağa öylemi? Şunda. Özünü aşkarlaşına halımgan bir ağılının yana eskertişçe, bu 5 yıl o yer, Şanghay'lık bir kuruluş digerlik şirketiye normal bazar bağısıdan, tolimi toyan bağda, hatta bekanın orunda beritilgen telefonumuzni qabul qilgan yakan bozorlik yer boshqarish idorasining boshlig'i mazkur uchurning to'g'riligini dalillash bilan birlikda biz faqat yer boshqarish idorasidan shu payme qilib jumbo qilgan pulni ham tuqishdi. Bunu qaysi şirket qilish bilan bizning nimamiz yo'q. Ammo mayad yana bir narsa aniq bo'lsin. Mayada bu Xanzu şirketi satgan buni. Uyg'ur Xanzu şirketi satgan. Qaysi şirket? Mazkur shirkat yarkandagi bir asari atiqa o'rnini remont qilgan chog'da ko'p foydalanmaganligi, shuning yuz xotirish uchun ularning ziynini to'liqlab berish maqsadida bu 500 moya va o'ltiraq uylarni ularga arzon bahada berib etilganligini dalilidi. Mayada yana bir mandak bir avval var. Avalni masala bir ikkinchi bir ay. Biz yakan nait ya mush qadimi bir azar atiqa joylashgan o'rin bo'lgan tarixga muhim o'rin bo'lgan bo'lgan. Biz ayni vaqtdagi Vangungga haj yasalgan bo'lgan davlatlar vaqtilar. Bu davlat mablag' solgan, ammo azar atiqaga silingan mablag' bo'lgan manikka ulush qiluvchi bo'lgan fayda jihatdan inson bo'lishgan yoki qandaq qilirkan. Shuning bilan naya mushuni moslashtirib, shu qurilish qilguvchiga muvofiq darajada dinini qanday sharti bilan mandaq saymay qilganmava. Bu nayimizdan universal plani uchun ilg'ilgan ahvolmava. İlgiri aniqlashtirimizda 2017 yillik cho'ng tutqundan keyin turma va lagerlarda o'lgan va 15 yillikdan yuqori kesib o'tilgan mahbuslarning yer va quru joylaridan Xitoy ko'chmanlariga e'tibor bor setib berilganligi oydinlashgan. Yuqori kuchlardan qaraganda bu xildagi yer va quru joylar tartib ilinishining og'ir jazolanganlar bilan to'xtab qolmaganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmon millat qizlarini Xitoy bilan majburiy to'ylashtirishni ko'paytirish uchun o'xshamagan tashviqot, siyosat va taktikalarni ishga solayotganligi bilinmoqda. Igilinishcha, Xitoy hukumati Uyg'ur elidagi maxsus torbat va ijtimoiy aloqa vositalarida loyiq tonishtirish va elchilik subsi qatorliqlarni tasdiq qilib, o'zining rayonda yurgizayotgan bu jihatdagi siyosatini bargancha oshkor ilib bormoqda. Yaqinda Uyg'ur elida atalmish Şinjanlıq elçi gülü degan nom qo'llangan bir Uyg'ur ayol mana bu xildagi loyiq tonishtirish vositalarining to'r cho'lpiniga aylanmoqda ekan. Bu haqda Gollandiyada turishliq obzorchimiz Asiyaning tayyorlashidagi obzor maqolasi diqqatinglarda bo'lsin. Maqoladagi ko'z qarashlar avtorga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Uyg'urlarni majburiy to'ylashtirishning yangi usuli Şinjanlıq elçi gülü. Ötken bir qancha yilda Xitoyning Xenan o'lkasi Kayfing shahrida elchi Wang Mumayning naq maydon elchiligiga doir xabarlar Xitoy uchur vositalarida bir mezgil qiziq nuqta bo'lgan edi. Wang Mumayning elchilik usuli bo'lsa, naq maydonda bo'ytaq qiz yoki o'g'illarga loyiq tepib bosh qo'shtirib, nurg'un kishilarni o'ziga jalb qilgan. Wang Mumay bu xil usul bilan tez suratda to'r cho'lpini qaynab qolmay, nihoyat ko'p iqtisodiy qimmat yaratgan. Lekin Xitoydek
xalqning to'plashishidan doim xatar his qiladigan, kishilarning to'plashib harakat qilishini cheklaydigan hokimiyat uchun Wang Momaydek birining paydo bo'lishi va to'sqinlikqa uchirmasligi tabiiy holda kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Bu vajidan Wang Momay haqida yaxshi, yomon turli qiyoslar o'tirg'i chiqqan. Nurg'un kishilar bu hodisani Xitoyning iqtisodidagi chekinish sababli o'tirg'i chiqayotgan o'ylanishni xohlamaydiganlarning ko'payishini tizginlash bilan bog'lagan. Qiziq yeri, yaqindan buyon Uyg'ur elidimi atalmish Şinjanlik elchi guli nomi qo'llangan bir Uyg'ur ayol kayfonliq Wang Momayning elchilik uslubida loyiq tunishtirish bilan to'r cho'lpiniga aylangan. 11 noyabr Xitoy boshqurishidagi Xinhua to'rimi Gulining Şinjanliklarga elchilik qilishi temasida sinliq xabarni tarqatgan. Mazkur sin ko'rinishida Zöhragül Ömer ismli bu Uyg'ur ayolning atalmish Şinjanlik elchi Guli nomidagi elchilik faoliyati tunishtirilgan. Ya'ni bu ayolning sahnasiga loyiq izlab chiqqan qiz yoki o'g'illarning qo'liga kashtilangan gul to'pcha tutqizilib, tuvandagi tomoshabinlar orasidan o'zi yoqtirgan biriga etish orqali loyig'ini tanlash. Bu elchilikning asosli shakli bo'lgan. Zöhragül Ömer ismli bu ayol uchisiga Xitoy fasonida tikilgan atlas ko'ylak kiyib olgan bo'lib, programmaga butunlay Xitoycha riyosatchilik qilgan. Uning talaffuzi Xitoylarnikidan farqlanmaydigan bo'lib, qaysi organ tarafidan qanday shaklda kayfonliq Wang Momayning elchiligini Şinjangda taraqqiy qildirishga rag'batlantirilganligi va qo'llashga erishganligi haqida hech qanday uchur berilmagan. Lekin Şinjanglik elchi Guli haqida Xitoy uchur vositalaridan nurg'un ma'lumotlarga erisha olamiz. Misol olsak, Xitoy kundalik gazetining bu yil apreldagi bir sonida Şinjanglik elchi Guli haqida ziyorat xotirasi berilgan. Bu ziyorat xotirasida Zöhragül ismli bu Uyg'ur ayolning Bulaqtaq rayonlik aholilar komitetining kadri ekanligi, xizmat jarayonida bo'ytaq qiz yigitlarning ko'pligini his qilib, Şinjanglik elchi Guli bo'lib, ularga yordam qilmoqchi bo'lganligi deyilgan. Mazkur uchurda Şinjanglik elchi Guli faoliyatining Urumchi shahri Bulaqtaq rayoni bog'chisida haftada bir qatim ilib berildiganligi, Zöhragülning hozirga qadar 100 dan ortiq bo'ytaq qiz yigitlarning qo'shilishiga yordam qilganligi tunishtirilgan. Uningdan boshqa bu faoliyatni Bulaqtaq rayonlik tashviqot bo'limining Xitoy Markaziy komiteti tashviqot bo'limi va madaniyat ishxonasining urf-odatni o'zgartirishni ilgari surish, nikoh va tug'utdagi yangi yuzlanishni tashabbus qilish tashabbusini amillashtirish uchun o'rinlashtirilganligi bayon qilingan. Bu elchilik programmasida diqqatni tortadigan muhim bir nuqta shuki, programmaga qatnashadiganlarning millati, jinsi, sharoiti qatorliqlarga hech qanday cheklama qo'yilmagan. Faqat bo'ytaq bo'lsalar, kim bo'lishidan qat'iy nazar bu programmaga qatnashish salohiyatiga ega. Bu haqdagi uchurdimi har millat yoshlari bu programmada jam bo'lib, 100 turani ko'rishib va fikrlashish imkoniga erishadiganligi. Bu orqali o'zaro aralashish, yo'g'irlash orqali birga yashashni ishga oshirg'ili bo'ldiganligi ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerdagi o'zaro yo'g'irlash atalg'usining o'zila Şinjanglik elchi Guli programmasining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun loyihalanganligidek mohiyatini ko'rsatib turibdi. Darvaqa Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligi oshkorlangan 2017-yildan buyon Xitoy radikal bir shaklda Uyg'urlarning to'plashib yashash, faoliyat qilish odatlarini butunlay o'zgartirishga boshlaganligi ayon. Uyg'ur naposi eng ko'p va zich o'ltiraqlashgan Janubiy Uyg'ur elida Uyg'urlarning uylari keng ko'lamda chaqib etilib, boshqa joylarga ko'chirilishdek ahvollar dal bu vajidan kelib chiqayotganligi ma'lum. Bundaq sharoitda biror Uyg'urning o'z oldiga jamoat to'plab, biror faoliyatlarni o'tirg'i chiqara olishi asla mumkin emas. Shunga bu yerda Xitoy garchi mazkur faoliyatning o'rinlashtirilishi Zöhragülning tashabbusidan bo'lganligini gavdalantirmoqchi bo'lsa-mu, lekin xabarning kendiki mazmunlar ishning asli mohiyatini oshkorlab qo'ygan. Ya'ni xabarda tilga ilingan urf-odatni o'zgartirib, nikoh va tug'utdagi yangi yuzlanishni ilgari surish deganlikning o'zidilla mazkur faoliyatning Xitoy hukumati tomonidan maqsadlik va planli shaklda elib berilayotgan faoliyat bo'lganligini ko'rib olish mumkin. Qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlar bilan Xitoylarning o'zaro to'ylashish nisbatining hatto 2010-yildagi Xitoyning 6-qatimliq mamlakatlik nüfus tekshirish statistikasidami Xitoy bo'yicha eng tuvan nisbatda turadiganligini ko'ramiz. Ammo 2018-yildan buyon Xitoydan topqilayotgan turli uchurlardan
Uyg'urlarning Xitoylar bilan to'ylashish nisbatining tez suratda ishqi boshlaganligimi hech kim inkor qila olmaydigan bir haqiqatdir. Gerçi Xitoy Uyg'urlar bilan Xitoylarning to'ylashidagi bu xil g'ayriy normallikni nikoh erkinligi bilan yoshirmoqchi bo'lsa-mu, lekin yaqinqi yillardan buyon Janubiy Uyg'ur elining yezi bozorlarigacha qurilayotgan loyiq tunishtirish markazlarining uzluksiz ko'payishidan tortib, Şinjan televiziya stansiyasining loyiq tunishtirishni maqsad qilgan elchi programmasida Xitoy bo'ytoqlarining paydo bo'lishigacha bu yerda kishilar bilmaydigan nurg'un benormalliklarning borligini ko'rsatib turibdi. Eslab bakadigan bo'lsak, hatto 2014-yili Charchan Noyilik partikomining millat halqib to'ylashish to'g'risidagi yangi siyosati xalqarada ko'p diqqat qo'zg'agan temalarning biri bo'lgan edi. Charchan noyisi ayni chog'da Uyg'ur va Xitoylar o'zaro to'ylashgan oilalarni mukofotlash chorasini e'lon qilgan bo'lib, mazkur chorada noyilik hukumatning Xitoy bilan Uyg'ur to'y qilgan oilalarni 5 yilgacha 10 ming yuan bilan mukofotlaydiganligi. Uningdan boshqa xizmat, turalg'i uy, davolanish, bolalarning o'qish puli masalasi qatorliqlarda turli e'tiborlarni berdiganligi yozilgan. Darvaqa Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatlarida majburiy to'ylashtirishmi muhim rol o'ynayotganligi aniq. Ammo Xitoy bu xildagi millat halqagan to'ylashning majburlash xarakterini dunyoning ko'zidan yoshirish uchun turli o'yinlarni o'ynashga majbur bo'lgan. Demak, sirtdan qarmoqqa xushal va baxtli bir kayfiyatda har millat xalqining erkin nikohlanayotgan kayfiyatini yaratish uchun Xitoy davomli holda yangi sahnalarni ijod qilishga muhtoj. Shunisi aniqki, Şinjanlik elchi Guli hodisasimi dal shu yangi sahnalarning biri bo'lib, Xitoy Kompartiyasi hukumatining Uyg'urlar ustida yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishini yoshirishdagi bir vosita bo'lganligi oshkora. Ammo masala shuki, Xitoy bu xildagi yolg'onchiliklarni zodi qachongacha davom qila oladi? Türkiye İyi Partiyasi parlament a'zolarining Türkiye parlamentidagi mas'uli Sadiq Bug'ra Qovunchi apandi 12 noyabr kunidagi parlament umumiy yig'inida 20 asrda qurilgan ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatining 91 yilligi va 80 yilligini xotirlagan. U yana Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan yuqori besimliq bostirish siyosatini ayblagan. Tuvanda Anqarada turishliq ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarim bu haqda tafsiliy uchur berdi. 12 noyabr günü dünyanın her qaysı joylaridagi Uyg'urlar 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 91 yılligi ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 80 yılligini hatırladı. Mana muşu günde Türkiye İyi Partiyasının parlament a'zolarining Türkiye parlamentdagi mas'uli Sadiq Bug'ra Qovunchi apandi 12 noyabr kunidagi parlament umumiy yig'inida 20 asrda qurilgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini hatırladı. Şunun bilan birlikte u yana Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan yuqori besimliq bostirish siyosatini aybladi. Shu kuni yana Yangi Saadet Partiyasining parlament a'zosi Doğan Bekin apandi Türkiye parlamentida maxsus matbuot yig'ini chaqirib ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini hatırladı. Sadiq Bug'ra Qovunchi apandi 600dek parlament a'zosi ishtirok qilgan umumiy yig'inda tarixdagi Sharq Turkiston Cumhuriyetlerini hatırlab mundaq dedi. Bugün 12 Kasım Doğu Türkistanlı soydaşlarımız için önemli bir gün. Doğu Türkistan Cumhuriyet günü. Doğu Türkistanlılar bütün bir Türkistan coğrafyasına mağdur ama gururlu tavırlarıyla hep örnek oldular. Bugün 12 noyabr Şarkı Türkistanlık qarindoshlarimiz için muhim bir gün. Yani Şarkı Türkistan Cumhuriyet günüdür. Şarkı Türkistanlıklar gururluk ve iradelik bulup bütün Türkistan halkıga örnek bo'ldi. Biz Xitoy ishg'oli ostida har turli inson qalbidan chiqqan
muamelelerge uçuravatkan 21. asırdamı yığıveliş lagerlarda azap çekivatkan Uygur kırındaşlarımızdan her daim avazı buluşka tırışıvatımız. U, İyi Partiyasının Uygurlarının haklık davasını kollaydıqallığı da təkitlep mundaq dedi. Bir başka husus, Doğu Türkistanlıları aşırı radikal ya da dış bağlantılı olarak yaftalayan zihniyeti de buradan bir kez daha kınıyoruz. Yeni bir mesele şu ki, Şarkı Türkistanlıklarını asabi, chetteller bilen til biriktirgen, digendek eyipleşlerini kılıvatkallarını men qattiq eyiplayman. Men burunma dep ötken edim. Xitayning ta'siri Türkiye'de biz paraz qilgandimmi kuchlik. Xitay ba'zi axborot organlarini va jurnalistlarni o'z ta'siri ostiga ilib oldi. Men bu yerda İyi Partiyasiga vakolatan har doim Sharqiy Turkiston xalqining haqqoniy davosini qo'llaydiganligimizni ta'kidlamoqchiman. 12 noyabr kuni parlament a'zosi Doğan Bekin apandimi Turkiya parlamentida 2 qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini xotirlash uchun maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. U mundaq dedi. Çok değerli basın mensupları, bugün 12-11-1933 ve 12-11-1944 Kaşgar ve Gülca'da kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetlerinin kuruluş yıl dönümü. Hürmetlik muhbirlar, bugün 1933 yılı 12 noyabr günü Kaşgar'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bilen 1944 yılı 12 noyabr günü Gulcu'da kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kurulgan hatır gündür. 1933 yılında Kaşgar'da kurulgan İslam Cumhuriyeti qisqa vaqt ichida ag'dirilib tashlangan bo'lib, shuningdan keyin Sharqiy Turkiston xalqi qayta zulm ostida qolgan. Bu zulmga 1944-yili 2 Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganda vaqtliq xotimi berilgan. Halbuki bu cumhuriyetmi 1949-yili oktabrda Komünist Xitoyning ishg'oli bilan oxirlashgan. Shu kundan tortib Xitoy Sharqiy Turkistonda assimilatsiya siyosatini ilib bormoqda. U Xitoy hukumati yangi Ipek yo'li planini o'ttirg'a qo'ygandan keyin Sharqiy Turkistonda besim siyosatini texmi kuchaytganligini ilgari surib mundaq dedi. Doğu Türkistan, Çin'in tek kuşak, tek yol projesinin jeostratejik açısından can damarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Han Çinlilerinin bu topraklara göçü tüm hızıyla devam etmek. Sharqiy Turkiston Xitoyning yangi Ipek yo'li ustidagi eng muhim tugunidir. Buning uchun Xitoy bu rayonga Xitoylarni ko'plab joylashtirmoqda. Buning natijasida Sharqiy Turkistonning nüfus qurilmasi buzuluvatıdı. Bugünkü günde milyonlagan Xitaylar Sharqiy Turkistonga yerleştiriluvatıdı. 1949 yılı Komünist Xitay besib alganda Sharqiy Turkistondagi Xitay nüfusi aram 5%ni teşkil qılatdı. Bugünkü günde Xitay nüfusi Xitayning resmi statistikaları bo'yicha 45%ga chiqqan. Xitoyning rayondagi nüfusi buningdanmi eshib ketgan bo'lishi mumkin. Biz Xitoyning bu rayondagi yerlik xalqlarga qaratgan besim siyosatini darhol to'xtatishini Birleşken Devletler Teşkilatı, İslam Hamkorlik Teşkilatı ve dünya devletlerini Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulm siyosatini to'xtatishga chaqirishni talab qilamiz. İstanbul'daki İbn Haldun Üniversitesi'nin Xalqaro Münasebetler kasbining doktoranti Mevlan Tanrıqut Efendi, İyi Partiyasi parlament a'zosi Satuq Buğra Qavunchi Efendi gerçi qisqa so'zlagan bo'lsa-mu, ammo Türkiye parlamentida deyilib bakmagan bir qancha nuqtani yo'rtib berganligini ilgari surdi. İyi Partining milletvekilining bu gapi qisqa bo'lgan bo'lsa-mu, bak muhim signallar berilgan deb qarashga bo'ldi. Birinchisi endi buning Cumhuriyet kunida deyilishi, ikkinchisi Turkiyada davomliq tilga ilinib ketmaydigan kamp masalasining tilga ilinishi, uchinchisi endi Uyg'urlarni ashqon radikal g'arbning o'yini deydigan bundaq zihniyatlarning to'g'ri emasligini ochiq bir shaklda deyishi, andan to'rtinchisi Xitoyning media ham siyosat jihatdagi kuchining
küçüyüp menvatqanlıqdek bir vaziyatni o'ttirib qo'yishi bu bak muhim hem burunjiq deyilmagan bir ahvol deb qarash qildim. U yaqinqi yillardan buyanqi Turkiyaning tashqi siyosatida ba'zi o'zgarishlarning bo'lganligini, garchi yaqinqi yillarda Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabati kuchaygan bo'lsa-mu, ammo Turkiyaning Sharqiy Turkiston masalasini davomli kun tartibga elib kelishi uchun tirishchanlik ko'rsatayotganligini tilga oldi. İzmir'deki Ege Üniversitesi'nin profesörü Alimcan İnayet Efendi, Türkiye parlamentida Uygurlar meselesinin bundak izchil yo'sulni kun tartibga kelib turishining foydali ekanligini o'tirib qo'ydi. Hükümet hazırlıkça Şarkı Türkistan meselesinde ciddi bir siyasi karar alamadı. Şundan olsun mu? Öktücü partilerinin bu meselenin Türkiye parlamentoda devamlı bir gün tertipte tutuşu, menimce davamız için faydalı, davamızın cemiyet tarafından tunuluşu için mu faydalı. Satuk Buğra Kavuncu 2018 yıldan tatip İyi Partiyası da vazife ötmekte. O 2023 yılı 14. may günündeki saylamda parlament a'zosi bulup saylangan. O Uygur meselesini izchil alda Türkiye parlamentida o'tirib qo'yib kelmekte. Doğan Beken Efendi 2023 yılı 14. may günündeki saylamda parlament a'zosi bulup saylangan bulup 1,5 yıldan buyan izchil alda Uygurlarning ig'ir vaziyetini parlamentda anlatıp gelmekte. Bu programını Türkiye'nin payitaxtı Ankara'dan Erkin Tarım tayarladı. noyabr kuni 1933 yılı qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining 91 yilligi va 1944 yılı 12 noyabr qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining 80 yilligi munosabati bilan İstanbulda xotirlash va muhokama yig'ini o'tkazilgan. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa Uyg'ur tashkilotlarining munosabatlik rahbarlari, ziyolilar va huquqchilar qatnashgan. Mazkur yig'inda yana Uyg'ur tarixchisi Turg'un Almas Apandi tug'ilganligining 100 yilligi xotirlangan. Tuanda bu vaqtdagi tafsilotni İstanbuldagi ixtiyor muxbirimiz Arslandan anglaysizlar. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. 1933 yılı 12 noyabr Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining 91 yilligi va 1944 yılı 12 noyabr G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining 80 yilligi munosabati bilan 10 noyabr kuni İstanbulda netchilagan Uyg'ur tashkilotlari birlik va o'mlikda xotirlash va muhokama yig'ini o'tkazdi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlerini hatırlaş yığınımıza hoş geldinler. Uyghur Akademisi Vakfı'nın reisi Abdülhamid Qaraxan Efendi yığınga riyasetçilik qilgan bo'lib, yığınga İstanbul'daki teşkilat rahbarlari, ziyolilar ve o'quvchilar bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashdi. Yığında ichilish so'zi so'zlagan Teklimkan Uyg'ur nashriyatining mudiri Abdujalil Turan 1933 yılı Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti ve 1944 yılı G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini xotirlash uchun bu yig'inni uyushtirganligini bildirdi. Mayli 1933 yılı Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti bo'lsin. Mayli 1944 yılı G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti bo'lsin. Her ikisinin ömrü qisqa bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqi her iki cumhuriyetni yıllardan buyon eslab kelmekte. Yeniden devlet qurish g'oyasi bilan yashab kelmekte. Yig'inda so'z qilgan Konyadagi Selçuk Universiteti o'qituvchisi doktor Adiljan Uyg'ur Apandi Cumhuriyetning qurg'uvchilari va ajdodlarimizning bizlarga qoldirgan mirosi isyon axloqi degan temada doklad berdi. U mundaq dedi: İsyan ahlakı, insanın öz kadir kıymetini qoğdaş hareketindeki neticesi, şunakla kişiye zulüm kılıcı tüzümü karşı üzüm müdafaa ediş hukukunu bereleydi.
Bu iki Şərqi Türkistan Cumhuriyetini qurğan insanlar, yoki onunki muşu qurush turtib qo'ygan insonlarningki kalasidagi yoki ideyasi yotgan narsa dal muşu sistemaga yoki Xitoyningki adolatsizligiga qarshi chiqishni iborat inson axloqining turtkisi desak tamom bo'ldi va yig'inda so'z qilgan Anqaradagi Hacettepe Universiteti tarix fanlari dotsenti doktor Erkin Akram apandi tarixdagi ikki jumhuriyatning qurilishi va yiqilish sabablari va xalqarodagi siyosiy tangponliqlar degan temada to'xtaldi. Doktor Erkin Akram apandi so'zida Sharqiy Turkistonning strategik ahamiyatga ega bir jug'rafiyalik rayon ekanligini, shuning uchun Hun davridan boshlab 2000 yillardan buyon cho'ng kishilar orasida to'qinish maydoni bo'lib kelganligini, Ko'ktürk va Uyg'ur davlatidan keyingi Yaqubbekning Qashqariya davlati va undan keyin qurilgan ikki jumhuriyatning qurilish jarayonidagi siyosiy harakatlarga Sovet ittifoqi, Angliya, Yaponiya va Xitoy qatorliq davlatlar davomli qo'l silib kelganligini amaliy misollar bilan so'zlab o'tdi. Doktor Erkin Akram mundoq dedi. Yani Xitoy Sovetlar arasındaki dostluk kelişim imza kılındı. Kelişimdeki qo'shimcha iki maddesi var. Ve maddenin birisinde Sovetler bununki Şarkı Türkistan meselesiga aralashmaydi ve şundaqla 5. maddeye binaen Xitoyning ichki ishlariga aralashmaydi. Yani bu kelişim bilan Şarkı Türkistan'ı sitvetdi. Ve bu kelişim bilan Tashqi Mo'g'ulistonni qo'lga tushirdi. Şununla bu 8. ayın 15. günü kılıngan imza, şununla 9. ayın 15. günü Manas'ta to'xtatib qo'ygan sebebimiz şu. Aqsu'dagi Ermeni qaytib kelishinin sebebimiz şu. İki Cumhuriyetninki qurilishi va yiqilishi mushu cho'ng davlatlar bilan munosib. Yig'inda so'z qilgan Markaziy Istanbuldagi Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqtisi raisi Abdurashid Abdulhamid apandi mundoq dedi. Bizdeki bu iki Cumhuriyet'in yapımcıları olan Sadık Davullah, Ali Halpere, Ahmetcan Kasimi, Katarlık bizdeki liderlerimizle minnet bilen yargılarız. Bugün biz bir yerde şu ecdatlarımızdaki bizge kaldırıp ketken şu ruhunu canlı tutuş için müşahede bulamadığımız. Eğer biz bugün dünyada Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni qayta kurumuz ve vatanimizni tekrar Şarkı Türkistan halkının iyilik hukuku ege ve zimini aylandırırız da köreş kılamazsak, ana aşılarının ki bizden ruhumuzga işleyen şu iradesindeki bir tezahürü buluş üstünde biz müşahede bulup tuttuk. Bu insanlar şundan insanlar ki bizge erkinlikni, hürriyetni ve müstakillikni yaşatkan ve bu iradeni bugünküçülük kalbimizde, ruhumuzda ve bütün vücudumuzda canlı tutuşma vesile boğan kişiler boğanlık için bularını hatırlaşımız her vakit bularınki izzet, hürmetine kılışımız var. Yig'in jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alauddin, Uyg'ur akademiyasi raisi doktor Rishad Abbas, Uyg'ur harakati tashkiloti boshlig'i Rushan Abbas, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mas'ullaridan Umar Qanat, Uyg'ur tadqiqot markazi raisi Abdulhakim Idris qatorliq apandi va xonimlarning yig'inga yo'llagan tabrik videolari yig'in ahliga ekran orqali ko'rsatildi. Mazkur yig'inda yana Uyg'ur tarixchisi Turg'un Almas apandi tug'ilganligining 100 yilligi xotirlandi va marhum Turg'un Almas apandining hayoti va uning Uyg'ur tarixshunosligiga qo'shgan tuhfasi Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi bosh kotibi Abida Abbas Nasrin xonim tarafidan eslab o'tildi. Yig'inda yana Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfining idoriyat a'zolaridan Akbar Nurliq apandi, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti rahbarlaridan marhum Ahmetcan Qasimi tug'ilganligining 110 yilligi munosabati bilan Ahmetcan Qasimning hayoti va uning Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik ko'rishidagi hal qilg'uch roli haqida doklad berdi. Yig'in oxirida yig'in tartiblovchi Dunyo Uyg'ur qurultayi diniy ishlar komiteti mudiri Abdujalil Turan apandi yepili so'zi qildi ve Abdujalil Turan apandi o'zi nashrga tayyorlagan va Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan nashr qilingan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti nomli kitobni yig'inda doklad bergan ziyolilarga
va yig'inning muvaffaqiyatli ishilishiga hissa qo'shgan va hamkorlashgan tashkilot rahbarlariga rahmatini bildirib, u kitobni taqdim qildi va xotira rasmga tushdi. Yig'in oxirida Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfisi raisi Habibullah Ko'sani apandi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatlarini qurish va millatni qutuldirish yo'lida aziz jonlarni pido qilgan barliq shahidlarga atab duo qildi. Bu qatimqi yig'inning o'zguchiligi shuki, uni ko'p tashkilotlar birlikda uyushtirdi. Dunyo Uyg'ur qurultoy vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Sharqiy Turkistonliklar federatsiyasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur tadqiqot markazi, Sharqiy Turkiston vaqfisi, Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi, Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfisi va Taklimkan Uyg'ur nashriyati qatorliqlar mazkur Cumhuriyet xotira faoliyatiga sahibxonlik qiluvchi tashkilotlardir. Hurmatli radio anglovchilar, bu